Assalomu alaykum do'stlarim. Sizlarni sayrga taklif qilaman. To'g'risida shunaqa joylar borligini bilamidinglar? Mana qaranglar. Ko'ringlar. Mana. Piknik qilib o'tiradigan joylar. Tepada bulbul sayryapti. Mana chakalakzor. Eski. Güzel emasmi? Mana bemalol mana u tarafingiz ham mana tog'lik, bu taraf ham yomg'ir yog'yapti. Mana chakalakzor. Toshlarni qarang, chiroyliligini. Burchakka o'xshab terib qo'yilganga o'xshaydi. Mana tepalari. Kelsa bo'ladi, Tovoqsoy. Bemalol piknik qilib, bu joyda palatka qo'yib, yonboshlab yotsa bo'ladigan joylar. Archalarni qaranglar. Dahshat archalar bor. Kelinglar, shu joylarda piknik qilib, betga hali uncha-muncha odamlar kelmagan. Bu joylarga murojaat qilsanglar, o'zim olib kelaman shu joylarga. Lekin zo'rmani ko'rib turibsizlar. Mana mamutga palatkani qo'yib, piknik qilib, bemalol. Suv oldimizda. Buni sal nariroqda buloq bor. Bemalol buloqdan suv olib, nima pastga qarayotganim sababi qo'ziqoringa qarayapman. Qo'ziqorin hali chiqmabdi. Bo'lsa ko'rsatarim sizlarga. Do'stlarim, sog' salomat bo'lasizlar. Shunday go'zal joylarda mana. Atrofimiz sog' bo'lasizlar. Do'stlarim, mana piknik qilishga juda zo'r joy mana. Palatka qo'yib, yonboshlab yotganga. Tepadan kelsa bo'ladi. Tepadan mashina maytda o'zimizda uvazinglar bor, nevalar bor. Olib kelsa, mana tepadan mana tepadan shundoq tushib kelsa bo'ladi. Tushib kelsa, xuddi mana shu joyga tushib kelinadi. Bo'ldi bu joylarda piknik qilsa, mana bunday joylar.